Assalomu alaykum, hurmatli Sezar Natyaja foto filmasining kanalining obunachilari. Bugun yana biz Beruniy tumani Pravda kolxozida xizmatdamiz. Xizmatimiz kimning uyida bo'ladi desanglar, xalqimiz suyukli ijodkori, blogerimiz Shoira opaning uyida bo'ladi. Beruniy Gulshanini ko'rishingiz mumkin. Ishlarimizni video davomida ko'rsatib boramiz. Endi Shoira opamizni stollar ishlab turibdi. Xudo xolasa video davomida hamma rezultatlarni ko'rishingiz mumkin. Uyni 180 gradusda o'zgartirib boramiz hozir. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Assalomu alaykum, hurmatli Sezar Natyaja foto firmasining kanalining obunachilari. Yana keyingi mijozimiz Shoira opa uylarini cho'tkazib ishlatiladi. Yana taassurotlarni o'zlaridan eshitib olsangizlar bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Sezar Natyaja patologning Instagram YouTube kanal kuzatuvchilari, aziz obunachilari. Men toza joyimni ishlatish uchun ko'p o'ylandim. Qanday patolog yaxshi, qaysi chiroyli, qaysi zo'r va bir to'xtamga kelishim mening qiyin bo'ldi. Chunki ko'p odam panyur dedi, ko'p odam natnajnoy. Baribir zamon bilan birga yurish kerak ekan. Ko'rkam ko'rinish uchun natnajnoylar yaxshi. Natnajnoylar ichida Sezarni tanladim. Tanlashim ham sababi bularda yozma ravishda garantiyalari bor. Chunki ertangi defekt chiqadi, boshqa aytadi, boshqa birovlar o'rnatib ketsa, u insonlarni nerdan topaman men? Sezar aniq ishonchli telefon nomerlari, pechatlarni bosib beradi. Shuning uchun men bulardan oldim. Narx ham yaxshi, boshqalarga qaraganda kvadratida yana 5000 so'm pul tushib berdi. Menga ma'qul keldi. Ham men hech qanday avara bo'lib bozorga borib, shurup, mix ya davragina bu narsalar olmadim. Hech narsa aytmadim. O'zlari keldi, o'lchadi, qurib beryaptir. 2 soat bo'ldi, mana o'rnatib bo'ldilar. Men bularga minnatdorman. Boshliq Sardarga rahmat. Shunday bir yaxshi chaqqon, g'urch bilan ishlaydigan kollektiv ishchilari bor ekan. Yana bir yaqqan tarafi, bozorga borib lyustra olishga mening vaqtim bo'lmadi. Bularda lyustra xizmatlari bor ekan va bozordan lyustralar arzon ekan. Bulardan olib kelib chiroyli etib o'rnatib berdilar. Lampochkalargacha qistirib berdilar. Ballarga rahmat. Faqatgina natnajnoy patologning kvadratini pulni berdim. Boshqa hech narsaga pul to'lamadim. Lyustraning optim narxdagi lampalarning lyustrani pulni berdim. Ishim tez bitdi, men vaqtdan yutdim va xonadonim chiroyli bo'ldi. Zamonaviy Sezar natnajnoy patologlari xonadonimning ko'rkini yana ko'rib qo'shdi. Endi mehr bilan bu xonadonimga kiraman, ko'rib bularning ishini quvonib, yana g'ayrat bilan ishlayman.